AQShda shok. Tramp yadro quroli pullarini o'g'irlab shaxsiy samolyotiga sarflagani fosh bo'ldi. AQShda navbatdagi yirik siyosiy mojaro avj olmoqda. Gap AQSh prezidenti Donald Trampga Qatar qirollik oilasi tomonidan hadya qilingan lyuks toifasidagi Boeing 747-8 samolyoti haqida ketmoqda. Tramp bu samolyotni vaqtinchalik Air Force One prezident samolyoti sifatida ishlatmoqchi. Lekin muammo uning bepulligida emas, balki uni ta'mirlash uchun sarflanayotgan mablag'da. Asosiy muammo pullar qayerdan olinyapti? Yetakchi demokrat senatorlar, jumladan Elizabeth Warren va Adam Schiff rasmiy surishtiruv boshlashdi. Gap shundaki, ushbu bepul samolyotni prezident darajasidagi maxfiy aloqa va raketalardan himoya tizimlari bilan jihozlash uchun qariyb $1 milliard mablag' talab etiladi. Eng dahshatlisi, sizib chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, bu mablag' AQShning yadroviy arsenalini modernizatsiya qilishga ajratilgan Sentinel dasturi budjetidan qirqib olingan bo'lishi mumkin. Ya'ni yadroviy xavfsizlik pullari samolyot ta'miriga yo'naltirilgan. Shaxsiy manfaatlar va konstitutsiya buzilishi. Ikkinchi katta muammo, Tramp bu samolyotdan uzoq foydalanmoqchi emas. Rejaga ko'ra, u prezidentlik muddati tugagach ushbu dabdabali laynerni o'zining Mayamidagi shaxsiy prezidenti kutubxonasi va mehmonxona majmuasiga eksponat sifatida joylashtiradi. Senatorlar buni ochiqchasiga davlat budjetini shaxsiy manfaatlarga isrof qilish va AQSh konstitutsiyasini buzish deb atashmoqda. Sababi, AQSh qonunlariga ko'ra prezidentlarning xorijiy davlatlardan bunday qimmatbaho sovg'alar olishi taqiqlangan. Harbiy havo kuchlari rahbariyati xarajatlar $400 million dan oshmaydi deb o'zini oqlashga urinayotgan bo'lsa-da, Kongress rasmiy hisobot talab qilmoqda. Soliq to'lovchilarning pullari yadroviy xavfsizlikka emas, lyuks samolyotga sarflanishi Tramp ma'muriyati uchun jiddiy muammoga aylanishi aniq. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, kommentariyaga fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Shuningdek, kanalimizga obuna bo'ling va bitta dona like tugmachasini bosib ketish esdan chiqmasin.